Bugun 16 oktyabr 4 sinfida navbatdagi bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash to'garak darsimiz. Bugungi to'garak darsimizda Sharpay va Rayhonaga Mavluda, G'anijonova Mavluda biriktirilgan, Abduhamidova Bibinisoga Narzulay va Iroda biriktirilgan. Bugun biz 3 xonali sonni 3 xonaga ko'paytirishni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bular qarab turadi. A'lochi o'quvchilarimiz buni yechadi. Iqtidorli o'quvchilarimiz. Xo'p, 3 xonali sonlarda e'tibor bering, yaxshilab qarang. O'nliklarda 0 qatnashyapti. O'nliklarda 0 qatnashuvchi sonlarni 3 xonali sonlarni 3 xonali songa ko'paytirishda, xo'p, Abduhamidova Bibiniso qulay usulda hisoblaydi. Xo'p, oddiy usulda esa 3 xonali sonni 3 xonaliga tagma-tag ko'paytirib qo'shish usulida esa Rayhona bajarib beradi. 1, 2, 3 boshladik. Barakalla. Mana qulay usulda hisobladi. Mana endi Sharpayeva esa 3 xonali sonni 3 xonalikka ko'paytirib chiqqan natijalarni qo'shish usuli bilan bajaryapti. Lekin natija bir xil chiqdi. Lekin kim oldin bajardi? Bibiniso oldin bajardi. Chunki Bibiniso qulay usul bilan iqtidorini ishga solib bajardi. Demak, bunday bajarsak ham bo'lar ekan. O'yin sizlarga yoqdimi? Bu ishlash usuli ham hammamizga ma'qul ekan. Ishtirokingiz uchun rahmat.